Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Videoga xush kelibsiz. Ushbu videoda biz sizlar bilan men loyiqmanmi yo loyiq emasmanmi degan fikrlarimizni va umuman olganda shu loyiqlik konsepsiyasini o'zini nafsni bitta manipulyatsiyasi ekanligi haqida bilib olamiz va nimaga Allohga bezbetlarcha duo qilish kerakligi haqida ozgina tafakkur qilamiz. O'zi aslini olganda loyiqlik konsepsiyasi degan tushunchani o'zi yo'q. Men o'zim bu holatga shunaqa nom berib olganman. Ba'zan bilasizmi, duo qilamizda va Alloh taolo bizga xohlagan narsamizni xohlagan vaqtimizda bermasa, darrov fikrlay boshlaymiz. Balki men loyiq emasdirman. Balki Alloh shuning uchun menga bermayotgandir degan fikrlarimiz paydo bo'la boshlaydi va bu fikrlar bizani asta-sekin umidimizni so'ndirishga olib keladi. Allohdan yiroqlashishga ham olib keladi. Ba'zan inson bitta gunoh qilib qo'yadi-da, o'zini o'zi kechira olmasdan o'ylaydi, meni endi Alloh kechirmasa kerak. Men kechirilishga noloyiqman deb o'ylab, hattoki tavba qilishdan ham qochib yuradi. Chunki o'zini tavbaga noloyiq hisoblaydi. Aslini olganda bu juda ham keng tarqalgan muammolardan bittasi. Video davomida sizda shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Bu qiz o'zi kim? Men buni nimaga eshitishim kerak? Degan savollar tug'ilgan bo'lsa, o'zimni qisqacha tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Men o'zi Buxorolikman. Oxirgi bir necha yil ichida Rossiya Federatsiyasida yashayapman. Shu yerda psixologiya sohasi bo'yicha bakalavrni tugatganman. Undan tashqari 2 yil psixosomatическая klinikada psixolog bo'lib ishladim. Undan keyin yana o'qishni davom ettirish uchun magistraturaga topshirdim. Va hozir oxirgi o'quv yili o'qishni bitirganimdan keyin Malayziya davlatida faoliyat olib borishlik uchun hozir tayyorlanyapman. Lekin bu videoni meni psixolog sifatida emas, shunchaki oddiy bir mo'min musulmon sifatida qabul qilib eshitishingizni so'rardim. Hech o'zingizga savol berib ko'rganmisiz? Men o'zi nimaga loyiqman bu hayotda? Agar men hozir xohlagan narsamni Alloh bermayotganligini sababi bu meni noloyiqligim bo'lsa va men bir amal qilib qo'ymaganman, amallarim kamligi uchun Alloh taolo bermayotgan bo'lsa, demak hozirning o'zida Allohning berib turgan rahmatlariga men loyiqmanmi deb o'ylab ko'rganmisiz? Tasavvur qiling, siz tug'ildingiz va siz tug'ilgan kunda boshqa chaqaloqlarim tug'ildi. Va sizga Alloh taolo ko'rish rahmatini berdi. Va qaysidir bir chaqaloqqa Alloh taolo bu rahmatini bermadi. Endi bu holatga siz bu chaqaloqdan ustunroqsiz, loyiqroqsiz deya olamizmi? Yo'q, deya olmaymiz, chunki hali ikkita chaqaloq ham hech qanaqa gunoh qilishga ham ulgurmadi va savob ish qilishga ham ulgurmadi. Lekin Alloh taolo biriga berdi, ikkinchisiga bermadi. Ana endi o'zingizga savol berib ko'ring. Mana shu ko'rish rahmatini Alloh taolo menga berishligi uchun qanaqa bir super savob ish qilib qo'ydim. Qanaqa bir juda ham katta amal qildimki, Alloh taolo menga bu rahmatini berdi. Yoki bo'lmasa, agar yura olsangiz, o'zingizning oyog'ingizda o'ylab ko'ring. Nimaga Alloh taolo menga yurish ne'matini berdi? Men bu narsaga loyiqmanmi? Yoki ayni vaqtda Alloh taolo har bitta soniyada sizni qalbingizni urishiga ruxsat berayotganligiga biz nima qildik? Yetarli darajada amalimiz bormi shunga? Aslida biz yetarli darajada amal qilmadik. Alloh taolo bizga bergani bu bizni loyiqroq ko'rdi degani emas. Yoki kimgadir bermagani u loyiq emas degani ham emas. Hozir biz sizlar bilan VVP bo'yicha 5 ta eng boy davlatlarni ko'rib chiqamiz. Bu Lyuksemburg, Irlandiya, Shveysariya, Makao, Norvegiya. Ko'rib turganingizdek, bu boy davlatlar qatoriga musulmon davlatlari kirmaydi. Lekin bu degani musulmon davlatlari loyiq emas. Bular bizdan ko'ra loyiqroq boylikka deya olamizmi? Yo'q, deya olmaymiz. Chunki Allohning bergani ham rahmati, bermasligi ham Allohning rahmati. Nimaga unda bu davlatlar umuman Allohga hattoki ishonmaydigan davlatlar shunaqa boy, shunaqa Alloh rahmatlarini berib qo'ygan bu davlatga degan savol tug'ilishi mumkin. Bu savolga javob Alloh uchun agar bu dunyoni pashshani qanotichalik qadri bo'lganda edi, kofirga hatto bir qultum suv ham bermasdi.
Shu videoni ko'rib turgan, balki imkoniyati cheklangan insonlar bordir va haqiqatdan ham ularning fikrida man noloyiqligim uchun Alloh taolo menga bir imkoniyatni, rahmatini bermadi deydigan fikrlar bo'lishi mumkin, yoki qaysidir bir kasallik bilan, qaysidir bir muammo bilan qanaqadir imkoniyati cheklangan insonlar ko'rishi mumkin. Siz hech qachon o'ylamasligingiz kerak, siz noloyiqsiz va Alloh shu uchun sizga bermadi. Kimdir sizdan ko'ra loyiqroq va unga berdi. Yo'q, Allohni bergani ham, bermagani ham rahmati. Allohni bergani ham, bermagani ham uni imtihoni. Bergan kimgadir ko'z nurini bergan bo'lishi mumkin va uni Alloh taolo zinoga qaraydimi, yo'qmi imtihon qiladi. Umri davomida shu orqali Alloh taolo imtihon qilishi mumkin. Kimgadir farzand bergan va farzandingizni qanaqa tarbiya qilishingiz siz uchun imtihon bo'lishi mumkin. Va kimgadir Alloh taolo farzand bermagan, kimgadir Alloh taolo ko'z nurini bermagan bo'lishi mumkin. Lekin bu ham sizning imtihoningiz bo'lishi mumkin. Qani siz Allohga norozi bo'lib yashaysizmi hayotingizda, yoki Allohga rozi bo'lib, buni qabul qilib, bosh ustiga Robbim deb yashaysizmi hayotda? Agar kimdir aytsa, menga bu dunyoning matohlari kerak emas, menga hech narsa kerak emas, men jannatni xohlayman va jannat uchun amallarim umuman yetarli emas, gunohlarim juda ham ko'p, men hatto uyalaman jannatni so'rashgan deydigan insonlar bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar, jannatga hech kim, inson zoti o'zini amali bilan kirmaydi. Ya'ni amallarimiz jannatga kirishga proporsional emas, yetmaydi hech qachon. 1000 yil yashab, 1000 yil gunoh qilmasdan, 1000 yil savob qilib yashab o'tsangiz ham, siz jannatga Allohning rahmati bilan kirasiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytsalar bo'lardi-yu, sen jannatni so'rayotganingda ko'rpangga qarab oyoq uzatgin. Sani agar amallaring ko'p bo'lmasa, gunohlaring ko'p bo'lsa, sen jannatni so'rab o'tirma desalar ham bo'lardi. Lekin payg'ambarimiz bizani amalimizga emas, Allohning rahmatiga suyanishga o'rgatganlar. Biz o'z amalimiz bilan o'zi umuman hech narsaga loyiq emasmiz. Lekin biz Allohning rahmatini bilib turib, Allohning rahmatidan so'rashimiz kerak, Allohning rahmatidan umid qilishimiz kerak. Amalimizga suyanib olmasligimiz kerak. Bu bilan siz amallarimizni ahamiyati yo'q, amallarimizni analiz qilmasligimiz kerakmi, muroqaba qayerda qoldi degan savollar tug'ilishi mumkin. Siz amallaringizni analiz qilishingiz kerak. Isloh qilinishi kerak bo'lgan hamma narsani isloh qilishingiz kerak. Lekin hech qachon qanaqa amal qilishingizdan qat'iy nazar, qanaqa amalingiz juda ham katta bo'lmasin, u amaldan siz umid qilmasligingiz kerak. Umidingiz faqat Allohdan bo'lishi kerak. Bu nimaga nafsning bitta manipulyatsiyasi desa, bizani nafsimiz eng yoqtirgan narsa bu man qildim. Mani harakatim tufayli bo'ldi. Man harakat qildim, institutga topshirdim. Man harakat qildim, bitta narsa bo'ldi. Bitta yutuqqa erishganimning sababi bu manman. Agar siz tan olsangiz, sizni qilgan ishlaringiz o'zi hech narsaga yaramaydi, lekin Alloh taolo sizga o'z rahmatidan, muhabbatidan beribdi bir narsani. Buni tan olsangiz, sizni nafsingizga bu og'ir keladi, chunki sizni hech kim maqtamay qo'yishi mumkin. Nafs maqtovni yoqtiradi. Agar hozirni o'zida olib turgan rahmatlarimizga nisbatan bizani katta amalimiz bo'lmasa, lekin Alloh taolo biz noloyiq bo'lsak ham, loyiq bo'lmasak ham berib turgan bo'lsa, nimaga nafsimizni bundan keyin nimagadir loyiq bo'lgisi kelib qoldi? Biz hech qachon amallarimiz bilan Alloh berayotgan bizga ne'matlariga loyiq bo'la olmaymiz. Shuning uchun biz o'zimizni noloyiqligimizni tan olib, nafsimizni sindirib turishimiz kerak. Duo qilgandan keyin biz loyiqmizmi, loyiq emasmimiz, qachon beradi Alloh taolo, qanaqasiga beradi, bu bizani ishimiz emas va bunga biz aralashmaymiz. Buni duo qilgandan keyin Allohga topshiramiz. Bizning ishimiz faqat duo qilishlik.
o'zingizni energiyangizni, resurslaringizni qanaqa bo'ladi, qachon bo'larkan, qachon kelarkan, loyiqmikinman, loyiq emasmikinman degan fikrlarga sarflashingiz kerak emas. Umuman kerak emas. Chunki bu umuman bizning ishimiz emas. Bunga umuman aralashishimiz kerak emas. Siz duo qilayotganingizda shayton sizga kelib, sen shuncha gunoh qilib turib, endi so'rayotgan narsangga qara, ko'rpangga qarab oyoq uzatmaysanmi desa, ayta olishingiz kerak. Men umuman hech qanaqa ko'rpalarsiz keldim Allohga. Men umuman hech kim bo'lib, hech narsa bo'lib keldim. Bo'm-bo'sh bo'lib keldim deya olishingiz kerak. Sen shuncha gunoh qilib qo'yding, uyalmaysanmi? Seni kechirmaydi Robbing. Sen noloyiqsan degan vaqtda ayta olishingiz kerak. Men hozir ham noloyiqman. Hozir ham olayotgan narsalarimga loyiq emasman. Lekin Robbim menga rahmatidan beryapti-yu, muhabbatidan beryapti-yu. Ko'zimni o'yib tashamayman-u. Nimaga endi bundan keyin men so'ramasligim kerak? Nimaga endi Allohning rahmatini bilib turib, qanchalik chegarasiz ekanligini bilib turib so'ramasligim kerak? Agar siz Robbingizga ishonib duo qilsangiz, butunlay ishonib duo qilsangiz, bitta ham hujjatlaringiz qolmasa shubha qiladigan, borlig'ingiz bilan duo qilsangiz, Alloh taolo qabul qilmasligi mumkinmi? Shunchaki atrofingizga bir qarab tafakkur qilib ko'rsangiz, hozirning o'zida olib turgan rahmatlaringizga o'zi biza loyiq emasligimizni ko'rasiz. Va qalbingiz Allohga bo'lgan muhabbatdan yig'lab yuboradi. Shuning uchun bundan keyin bunaqa nafsingizni bunaqa manipulyatsiyalarga, shaytonni bunaqa manipulyatsiyalarga uchib yurmang. Biz loyiqmizmi, loyiq emasmimiz, so'ragan narsamiz qachon keladi, qaysi vaziyatda keladi, buni Alloh o'zi hal qiladi. Bizning ishimiz Allohga ishonish, duo qilish va Allohdan kutish. Allohga bezbetlarcha duo qilish deganda, men nazarda tutayotgan narsa bu siz loyiq bo'lsangiz ham, loyiq bo'lmasangiz ham Allohga kelishligingiz. Allohga bezbetlarcha duo qilishimiz kerak. Chunki bezbet insonda g'urur bo'lmaydi. Tasavvur qiling, bitta yigit bitta qizni yaxshi ko'rib qoldi va bu yigit u qizni orqasidan yuradi. Men seni sevaman deydi va qiz uni sevmasligini aytadi. Bu holat bir necha bor takrorlanishi mumkin. Agar bu yigit shunga qaramasdan uni orqasidan yuraversa, unga nisbatan g'ururing bormi o'zi? U xohlamayapti-yu, nimaga o'zing yerga urib doim yuraverasan orqasidan? Bezbetga o'xshagan deyish mumkin. Lekin bu insonlar bilan orasida qiladigan muomalasi. Biz insonlar bilan muomala qilayotganda iffatli bo'lishimiz kerak. Agar bir inson bizga bir narsani berishni xohlamasa, o'zimizni yerga urishimiz kerak emas. O'zimizga yarasha g'ururimiz bo'lishi kerak. Lekin bu munosabatni Alloh bilan o'rtamizda qila olmaymiz. Alloh beradimi, bermaydimi, siz unga bezbetlarcha kelishingiz kerak. Umuman hech narsaga qaramasdan kelishingiz kerak. Oyog'ingiz toyilib gunoh qilib qo'ydingiz. Lekin qochib yurmasdan Allohga baribir bezbetlarcha kelishingiz kerak. Shayton sizga aytishi mumkin, juda ham ko'p narsalarni vasvas qildirishi mumkin. Sen loyiq emassan, shuncha qilgan amallaring xabada qilding, ko'rdingmi? Sen loyiq emassan deyish mumkin. Lekin siz shunga qaramasdan ayting, men bezbetlarcha kelaman Allohga. Men loyiq emasman. Robbim, men bilaman, men loyiq emasman. Hozir berayotgan narsalaringga ham hattoki loyiq emasman. Lekin men o'zimni amalimga suyanib emas, seni rahmatingga suyanib keldim Robbim. Bezbetlarcha keldim Robbim oldinga. Seni muhabbatingdan umid qilib keldim Robbim. Men meni o'zimdan ko'ra ko'proq sevishingga ishonaman Robbim. Shuning uchun men doim kelaveraman. Nima bo'lsa ham seni ishingga kelaveraman. Chunki menda boshqa eshigi yo'q, Robbim. deya olishimiz kerak. Yana bitta narsa haqida tafakkur qilib ko'ring. Biz ba'zan Alloh bilan o'rtamizdagi munosabatlarimizda o'zimizni sultonlardek tutamiz. Tasavvur qiling, siz yo'lda ketayotgandingiz va oldingizdan bir tilanchi chiqdi. Juda ham ko'p yig'lab, sizga dardini aytib, sizni rahmingizni keltirdi va siz unga qanchadir
miqdorda pul berdingiz va bu tilanchi shundoq pulga qarab, voy, shuncha ham berasizmi, qurumsoq, hozir bu pulga nima beradi, ko'proq bermaysizmi desa, siz qanaqa reaksiya qilgan bo'lardingiz? Voy, shunga ham shukur qilib olmaysizmi, bermasam nima qilardingiz deysiz, to'g'rimi? Biz ham ba'zan Allohdan duo qilamiz, so'raymiz, tahajjudga uyg'onamiz, juda ham ko'p savoblar qilib bir narsani so'rashimiz mumkin. Masalan, oddiy bir misol, hayotimda juda ham ko'p uchratgan misollarimdan bittasi, bu oilada farzand tug'iladida bir nechta qiz farzand tug'ilishi mumkin va inson o'g'il farzand so'rab, juda ham ko'p duo qilib, juda ham ko'p namozlar o'qib, Allohdan duo qilishligi mumkin. Lekin Alloh taolo o'z hikmati bilan 3-chisini yo 4-chisini ham qiz farzand berishi mumkin. Va shunaqa vaziyatlarda ichimizda juda ham bir norozilik holati yuzaga keladi. Shuncha duo qildim, shuncha tahajjudda namozlar o'qigandim, lekin Alloh taolo baribir ham bermadi-ya degan fikrlar bo'lishi mumkin. Lekin biz doimo o'z o'rnimizni bilishimiz kerak. Biz qulligimizni doim bilib turishimiz kerak. Alloh taolo nima bersa ham bosh ustiga deb qabul qilib olishimiz kerak. Qiz beradimi, o'g'il beradimi, egizak beradimi, bitta beradimi, balki kimlardir umuman 10 yillab, 20 yillab farzandga muhtojlar bordir balki hayotda. Biz Alloh taolo bir ne'mat berganda uni minus taraflarini hadeb ko'ravermasdan, uni rahmat deb, uni qanchalik katta rahmat ekanligini bilib qabul qilishlikni ham o'rganishimiz kerak. Bu dunyoda nimaiki bo'lmasin, Alloh taolo nimaiki sizga berishdan qat'iy nazar, hamma narsa Allohning hikmati bilan bo'lyapti. Bu narsani o'zimiz uchun tan olishimiz kerak. Istakni, duoni chegarasi yo'q. Siz xohlagan narsangizni istashingiz mumkin, lekin qabul qilish odobi bor. Yuzingizni buramasdan, norozilikka tushmasdan, Alloh nima bersa, bosh ustiga deb qabul qilsangiz, Alloh undan ham yaxshi narsalarni sizga ato qiladi. Shukr qilsak, biz Alloh taolo o'sha shukr qilayotgan rahmatlarimizni ko'paytirib beradi bizga. Shuning uchun bugundan boshlab biz Allohga o'rgatmaylik. Mana shu noshukr tilanchiga o'xshab qolmaylik Allohning oldida. Nima bersa ham uni xursand bo'lib qabul qilishlikni o'rganishimiz kerak. Bu mavzu haqida gapiraman desam, menimcha bir necha kun to'xtamasdan gapirishim mumkin, lekin juda ham uzun videolarni ko'rishga hammaning imkoniyati bo'lmasa kerak deb videomizni shu yerda yakun yasaymiz. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.